Juda yaxshi ovqatlanyapsiz, lekin vazn ola olmayapsizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Yaxshi ovqatlanyapsiz degani siz sifatli ovqatlanyapsiz degani emas. Agar aynan shu siz uchun kerakli bo'lgan ozuqa moddalari, ya'ni oqsil, uglevod, yog' moddalari kerakli miqdorda oshqozon-ichak sistemangiz tomonidan o'zlashtirilmasa va jigar taraflama qayta ishlanmasa, bunda sizda sifatli vazn olish yuzaga kelmaydi. Yuqori hazm organlarida hazm jarayonlarini buzilishiga olib keladigan bir qancha kasalliklar bor. Gastrit, duodenit, gerb kasalliklari va bundan tashqari ichaklarni enterit, kolit kasalliklari va xolecystik pankreatitlar, har xil turdagi gepatit kasalliklari, xoh u demak surunkali bo'lsin yoki virus etologiyaga ega bo'lsin. Yetarlicha vaznga ega bo'lishingiz uchun siz to'g'ri ovqatlanishingiz kerak bo'ladi va yuqoridagi kabi organlaringizda muammolar yuzaga kelgan bo'lsa, ularni davolashingiz kerak. Oqsil zaxirasi yetarli bo'lmayotgan bo'lsa, oqsil preparatlari sizga yordamga keladi. Bu videoni semira olmayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying va sahifamga obuna bo'ling.